Assalomu alaykum. Ushbu videoda Odoo dasturining accounting moduli yordamida kirim va chiqim xarajatlarini shakllantirishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun accounting moduliga kirib olasizlar va sizlarda ikki xil kassa bor: kirim va chiqim kassalar. Endi kirimlarni shu kirim kassasiga kiritasizlar va chiqim xarajatlari ushbu kassada bo'ladi. Undan keyingi qismda, ya'ni birinchi navbatda sizlar narsa sotib olasizlar, uni vendor billsni kiritasizlar va sotiladigan narsalar customer invoice dan kiritiladi. Birinchi navbatda kelinglar, narsa sotib olamiz. Bill ochib olamiz. Vendor aytaylik, Odoo kompaniyasidan qanaqadir produkt sotib oldik aytaylik. Test 2 va uni narxi 500 ming so'm. Bill narxi o'zi avtomatik bugungi belgilanadi. Agar boshqa kunda o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, kirib o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Konferens tugmasi bosiladi va buni kassaga kirish uchun dashbord qismiga qaytiladi va chiqim xarajatidan birinchi navbatda bunga pul kiritib olishinglar kerak bo'ladi. Qanaqadir sizlardan aytaylik, bu kassiyalarda 10 million pul bor. Sizlarning qo'linglarda 10 million xarajat bor. Endi shundan chiqasizlar, ya'ni minus qilib chiqim chiqasizlar. Boyagi 500 minglik chiqimni yozish uchun qo'yasizlar, sanaga ahamiyatli bo'lasizlar va kommentariy yozib qo'yasizlar. Partnyor Odoo endi kassaga kiritish uchun chiqim kassani minus bilan kiritib olasizlar. 500 ming so'm. Close tugmasi bosiladi va boyagi ochilgan bill bilan o'zi avtomatik ravishda reconcile bo'lib ketadi. Dashbordga qaytadigan bo'lsanglar, mana 10 million puli bor edi, 1 million minus bo'lgan va yana 500 ming minus bo'lgan. Endi sizlar xarajatinglarni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Profit va loss. Ya'ni 1,5 millionlik xarajat va sizlarning foydanglar 5 million, chunki boyagi kirim kassasiga 5 million kirim qilingan. Aniqdan esa 1,5 million pul chiqib ketilgan. Endi yana chiqim qilmoqchi bo'lsanglar, sizlar nimadir sotib oldinglar, customerdan invoice kiriladi, new tugmasi bosiladi. Aytaylik, kompaniyasiga qiyin bo'ldi. Qanaqa produkt? Test price 1 million. Konferens tugmasi bosiladi va boyagi tartibda kassaga kiritib olinadi. Kirim qilinadi. Partnyor belgilanadi va kirimi plus bilan, ya'ni hech qanaqa oddiy minus qo'ymasdan yoziladi. Dashbordga qaytsanglar, mana 6 million foyda. Buni mana bu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi, ya'ni zarar va foydalarni. 1,5 million zarar bo'lgan, 6 million foyda bo'lgan. Umumiy balans esa reporting balans sheet orqali ko'rib olsanglar bo'ladi. Bankdan 10 million bo'lgan, har bir kirim va chiqimlarni turgan daromadi. Ushbu videoda mana shu kirim chiqimlarni yuritish bo'yicha bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling.